Oxirgi vaqtlarda cringe videolar Instagramda juda ham ko'payib ketdi. Buni sababi haqida siz ham menimcha o'ylab ko'rgan bo'lsangiz kerak. Men hozir sizga buni aniq sabablarini tushuntirib beraman va bu videodan keyin menimcha ularga Hind bayrog'ini yuborishni to'xtatasiz. Instagram algoritmlari bo'yicha qaysidir video ko'p ko'rilishi va topga chiqishi uchun shu video oxirigacha ko'rilishi kerak. Siz bo'lsa kommentariyadagi kulgili gaplarni o'qib Hind bayrog'ini yuborib o'tirganingizda orqa fonda video aylanayotgan bo'ladi. Video aylanib turishi o'sha video oxirgacha ko'rilishi va qayta ko'rilishiga avtomatik olib keladi va bu video topga chiqib ketadi. Eng qizig'i bu videolarni o'rtog'imni azoblayman deb ularga tashlayotgan vaqtingizda bu videolar va bu blogerlar yana ham ommalashishiga o'zingizni hissingizni qo'shayotgan bo'lasiz. Siz bilan bizani bunaqa aktiv ko'rsatayotganimizni ko'rgan bu blogerlar bo'lsa, sizu kontent qilib emas, aynan mana shunaqa cringe kontentlar bilan yana ham ko'payaveradi. Bu videoni bo'lsa, sizni azoblayman deb shunaqa videolarni tashlayveradigan ohaningizga yuborib qo'ying.